Saman yo'li vaqasining 17 yillik xotira kuniga atab siyosiy bayonot. Bugun 2008-yili 4-Avgust kuni yuz bergan Saman yo'li vaqasining 17 yillik xotira kuni. Bu kun Uyg'ur xalqining milliy kurash irodasining mangu sunmaydigan, cho'g' bo'lib yandiganligining Xitoy mustamlikasiga qarshi qahramonlik bilan kurash qilgan Abdurahmon Azad va Qurbonjon Himit qatorliq fidoyilarning unutilg'isiz shahidini xotirlaydigan kun. 29 yoshli Qurbonjon Himit va 33 yoshli Abdurahmon Azad 2008-yili 8-oyning 4-kuni Beijing Olimpik musobaqasi boshlanishdan 4 kun burun Qashqar Saman yo'lida Xitoy qurolliq saqchi atratiga hujum qilib, 17 saqchini o'ldirib, 15ni yaralantirish orqali dunyoning ko'zi Xitoyga tikilgan bir paytda Uyg'ur xalqining zulmiga qarshi irodasini dunyoga jakarladi. Ularning bu fidokorlik harakati Xitoy hukumatining bexatarlik degan yolg'on tashabbusining soxtaligini ichib tashlab, Uyg'ur xalqining har qanday zulmga bo'yin egmaydiganligini isbotladi. Xitoy hukumati bu ikki qahramonni terrorchi deb atab 2009-yili 4-oyning 9-kuni Qashqar tantarbiya sarayida o'lim jazosiga hukm qildi. Ammo Uyg'ur xalqi bu fidoyilarni har doim qalbida qahramon sifatida hurmatlaydi. Ularning shahidi Uyg'ur xalqining ozodlik va mustaqillik uchun kurash qilishdagi chidamchanligi va qat'iy irodasining simvoliga aylandi. Bu haqda Sharqiy Turkiston informatsion markazi raisi Abdujalil Qaraqosh efendi mundaq dedi. Uyg'ur xalqi Xitoy mustamlikasining zulmiga qarshi kurashda har qanday qiyinchilikka qaramay, hargiz Xitoyga taslim bo'lmay, biz iqtisodiy, siyosiy yoki harbiy jihatdan vaqtincha ojiz bo'lsaqmi, iroda jihatdan dunyodagi kuchli davlatlardan ustun ekanligimizni Abdurahmon Azad va Qurbonjon Himit o'zlarining jon fido qilishi bilan isbotladi. Ular Xitoy davlatining nufuzini dunyo jamoatchiligi oldida masxara qilib, Uyg'ur xalqining mustaqillik orzusining hayot ekanligini hamda mangu yashaydiganligini dunyoga yetkazdi. Bugun biz Saman yo'li vaqasini xotirlash bilan bir vaqtda Uyg'ur xalqining kurash irodasining mangu to'xtab qolmaydiganligini, Xitoy mustamlikasiga qarshi har bir Uyg'urning ruhida yeniyotgan bu cho'g'ning hargiz o'chmaydiganligini qat'iy ta'kidlaymiz. Abdurahmon Azad va Qurbonjon Himit qatorliq qahramonlarning yo'li bizning iz besib davom qiladigan kurash yo'limiz bo'lib, ularning shahidi bizning kurash yo'limizni yo'ritib berdi. Uyg'ur xalqining ozodlik ko'rishi g'albiga yetkicha to'xtamaydi. Biz har bir Uyg'ur bu yo'lda jon fido qilishga tayyor. Xitoy zulmiga qarshi kurash bizning ruhimizda, qinimizda va irodamizda mangu davomlashadi. Ozodlik yo'lida shahid bo'lgan barliq qahramonlarga hurmat bilan mangu yod etiladi.